Homiladorlik paytida akusherlik amaliyotda uchraydigan og'ir asoratlardan biri yo'ldoshning oldinda joylashishi, ya'ni rus tilida gapiradigan bo'lsak, продолжение плаценты с приращением deymiz. Bu nima bilan o'ziga yarasha og'ir tomonlari bor? Nima uchun bu narsa akusherlik amaliyotida og'ir hisoblanadigan deymiz? Chunki bu homiladorlarda og'ir asoratlarga olib kelishi, ya'ni qanaqa asoratlar? Bachadonni o'sib kirishi bachadon qavatlariga, undan tashqari qo'shni organlar, CD qo'piga o'sib kirishi, ba'zi holatlarda ichaklarga ham o'sib kirish holatlari kuzatilgan. O'shaning uchun biz bu narsani og'ir deb har doim gapiramiz. Chunki invalidность, ya'ni invalid bo'lib qolishiga olib keladigan holatlarga ham olib kelishi mumkin. O'shaning uchun ham bu og'irroq asorat hisoblanadi. Respublika perinatal markazida biz jamoamiz bilan ushbu amaliyotni, ya'ni kesir kesish vaqtida homilani olish, undan tashqari yo'ldoshni olganimizdan keyin bachadonni metroplastika amaliyoti o'tkazamiz va shu bilan biz oxirgi kunlarda organi сохраняющий deymiz bu operatsiyamizni, ya'ni bachadonni olib tashlamasdan va homilador bo'lishga, ya'ni keyinchalik ayollik faoliyatini saqlab qolishga, ya'ni reproduktiv, ya'ni keyinchalik yana ayol homilador bo'lishga yordam berishga biz muvaffaq bo'ldik oxirgi paytlarda.